Xudo xolasa mana ishlarimizni tugatdik. Shu ustullarni ham o'ralib, oynalari sog'lom bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, videolarimizni oxirigacha ko'rib borsanglar, narx-navolar bilan hammasi bilan tanishtirib o'tamiz oxir birma-bir. Общий 35 kvadrat toza akfa veranda olib kelganmiz, alkafollardan tashqari. Oynasi 2 qavat bo'lgan, yo'dviga oq steklopaket. Bu yerda ikkita ochilishga berganmiz, 3 oraliq. Eshigimiz bo'yi yana biri 65 bo'yi, 60 bo'lgan. Tashqi ochlarni yoqib berganmiz. Xudo xolasa graf zamonlarni qo'yib berganmiz, petlarni ham 4 tadan qilib berganmiz. Bizda xudo xolasa choqlarni ham burchalarda atrofini keltirib berganmiz. Xudo xolasa. Menda cho'kkan narsa bo'lishi mumkin, lekin atak shunga afsala qilib, chiroyli qilib burchalarni ham cho'qlarni keltirib berdik. Har doimgidek alli turishkalardan qo'yib berganmiz, ikki ochilishlarga ham. Katta alli turishkalar. Turishlar cho'tib xudo xolasa. Bu begasiga ishlarimiz yo'qdi, har doimgidek. İkinci tomonimiz ham 6 metr bo'lgan, romi eshik 2.70-3.5 bo'lgan. Eshiklari balkon profilda bo'lgan. Eshiklarning stoykalarini balkon profilga qilib berganmiz, shtobi detonasiya bo'lmasligi uchun. Chunki bo'yi 3 bo'lgan, betimiz bo'yi, endi 2.70 uchun balkondan foydalanganmiz. Tokchalarni 25 lik poligonga qo'yib berdik. Mana katta alli turishkalarda. Bu yer o'sha 6.5 metr bo'lgan uzunligi, poligonligimizni qo'yadigan bo'lsak, 1.5 metr bo'lishga to'g'ri kelib qoldi, shuning uchun ozgina rasxoddan kechib, ustunda yana yubordik. Kesib, yana alohida 2-10 poligonni olib kelib o'rnatib berganmiz. Shtobi stik ustunda o'rtasida qolib ketgan. Suv ichgan emaslik uchun. Narxlariga kelgan bo'lsa 25 millionga qilib berganmiz. Kvadrat 700 mingdan tushgan 2 qavat oynaga. Oqqa yo'ldi bo'lgan. Mehmon xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Mobillarimiz 99 909 95 91.